Suv xo'jalik nazorat inspeksiyasi tomonidan suv resurslarini boshqarishga doir o'quv amaliy seminar tashkil etildi. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Yurtimizda suv resurslarini integratsiyalashgan holda boshqarish, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan suv resurslari va yerlardan samarali hamda oqilona foydalanish, nazorat qilish ishlarini yo'lga qo'yish eng muhim vazifalardan biridir. Gidrometriya asoslari va suv resurslarini hisobga olish mavzusida tashkil etilgan o'quv trening kurslari davomida ishtirokchilarga zamonaviy suv o'lchash vositalaridan to'g'ri foydalangan holda kanallarda suv miqdorini aniq o'lchash usullari ko'rsatib berildi. O'quv mashg'ulotlari Suv xo'jaligi vazirligining O'zbekistonda suv resurslarini boshqarish milliy loyihasining 3-bosqichi doirasida tashkil etildi. Loyiha qishloq aholisi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish, suv resurslarini integrallashgan holda boshqarish orqali yaxshilanishiga qaratilgan. Milliy loyiha Shveysariya taraqqiyot va hamkorlik agentligining moliyaviy ko'magi yordamida o'z faoliyatini boshlagan. 4 kun seminarimiz bo'ldi. Zoom orqali respublika bo'yicha barcha suv nazorat inspektorlari bilan Shveysariya davlati bilan hamkorlikda bir nechta ishlarni qamrab olgan bu loyihamiz. Loyihaning asosiy maqsadi suv resurslarini boshqarish, suvni tejash. Hozir birinchi qismda suvni tejash bo'yicha zamonaviy asboblar bilan amaliyot olib borilyapti. Respublika bo'yicha barcha tuman va havzalarga 170 ta zamonaviy suv o'lchagichlar topshirilgan. Hozir yana bunga qo'shimcha qilinayotgan ishlarimiz kam ta'minlangan oilalarni ehtiyojlarini aniqlab, kerakli asbob-uskunalar olib berilyapti. Respublika bo'yicha loyihamiz davom etadi. O'quv trening kurslarining amaliy qismi Kenagaz kanalining Xiva tumani hududida o'tkazildi. Qatnashchilar suv miqdorini aniq usullarda o'lchash, suv resurslari hisobotini olib borish, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan suv resurslaridan tejab va oqilona foydalanish bo'yicha amaliy bilimlarini yanada boyitishdi. Mashg'ulotlar har bir ishtirokchi uchun o'rgangan ilmlarini yanada mustahkamlash, tajriba almashish imkonini ham berdi. Suvni tejash maqsadida viloyat bo'yicha bugungi kungacha 350 ta aqlli suv qurilmalari kanallarga o'rnatildi. Fermer xo'jaliklari hisobidagi 1100 kilometrdan qattiq kanallarimiz butunlashtirildi va bu ishlar davom ettirilmoqda. Bu ishlarimiz hammasi har bir suv iste'molchiga suvni yetkazib berish kafolatini beradi. Biz mana viloyat suv xo'jalik tashkiloti xodimlari tomonidan har bir fermer klass yoki aholi tomorqa egalariga suvni tejab tergab foydalansa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Suv xo'jalik nazorat inspeksiyasi mutaxassislariga suvni o'lchash usullari, suv o'lchash asboblari bilan tanishtirib, o'rgatilib, tushuntirish ishlari olib borildi. Kanalning o'zida amaliy mashg'ulotlar o'tkazib, bilimlar yana mustahkamlanadi. Respublika bo'yicha tashkil qilingan o'quv seminarimiz amaliyot bosqichiga yetib keldik. 4 kun davomida nazariy bilimlarni oldik. Amaliy mashg'ulot davomida zamonaviy suv o'lchash asbob-uskunalar bilan tanishdik. Zamonaviy Doppler uskunasi bilan suv o'lchash jarayonini olib bordik. Kenaz kanalining suv olish qobiliyati, suv o'tkazuvchanligi bo'yicha suv sarfini o'lchatdik biz mutaxassislar bilan birgalikda. Mashg'ulotlar qiziqarli bo'ldi. Faoliyatimizda bilim va ko'nikmalarga ega bo'ldik. Ushbu o'quv seminari sohada xizmat qilayotgan mutaxassislarning suvdan foydalanish bo'yicha bilim hamda ko'nikmalarini yanada oshirishga, shuningdek bu yo'nalishda milliy va mintaqaviy darajalarda tegishli tajriba, amaliyot hamda hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.